akvariumistika sohasida eng muhim bo'lgan 5 ta qoida. Assalomu alaykum Akvarium O'zbekiston obunachilari. Bugungi video obzorimiz qisqacha qilib tushuntirib o'tib ketaman. Akvariumistika sohasida eng muhim bo'lgan 5 ta qoida. Birinchisi, akvarium suvini tez-tez almashtirib turish, ya'ni 30% ni, maksimum 40% ni tez-tez suvni almashtirib turish. Ikkinchisi, baliqlarga juda ham kam miqdorda kam ko'rim berish. Uchinchisi, akvarium suv haroratini bir xil gradusda ushlab turish. To'rtinchisi, akvariumda baliq uchun muhim sharoitlarni qilib berish. Beshinchisi, filtratsiya jarayoni, ya'ni o'sha filtrlarni tez-tez tozalab yuvib turish. Agar kimda shu aytgan muhim qoidalarim bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Akvarium baliq ishqibozlari uchun bu videoni jo'natib qo'ying. Rahmat.